Zor mag'lubiyat. Avtori Zbigniew Brzezinski. 20 asrdagi kommunizmning gullanishi va halokati. 14-bob siyosiy to'qinish va islohotning barliqqa kelishi. Yangi plan keskin huquq ko'rishida barliqqa keldi. Shunga keskin huquq ko'rishi bu planning mazmunini belgiladi. Deng Xiaopingdan ibarat Jungoda yangi paydo bo'lgan rahbariy shaxs siyosiyda taxminan 10 yilga yaqin uzluksiz jon tikib ilishgandan keyin ondan umumyuzlik planni majburiy tuzib chiqib, Jungoni tubdan o'xshamaydigan taraqqiyot yo'liga boshlab mangdi. Xuddi ilgari Sovetlar ittifoqida Stalin bilan Trotskiy orasida yuz bergan cho'ng kurashga o'xshash ideologiyaning yengilnishi siyosiy to'qinishning ta'siriga uchrabli qolmay, nihoyat zo'r darajada shaxsning xarakteri orqali qaror qilindi. 30-yillarda Mao Zedong marksizm, leninizmni qaytadan sharhladi. U ta'kidlab, dehqonlarning radikalizmi inqilobiy kuchlarning manbasi ekanligini ko'rsatdi. Yakka iqtisodni kuchaytirish uchun Deng Xiaopingmo cho'qim Stalinizmni qaytadan sharhlashi kerak. 1976-yili Mao Zedong olamdan o'tgandan keyin eng dastlabki siyosiy o'rinlashtirish qo'shqirliq huquq qurilmasi edi. Hukumatga Mao Zedongning muridi nisbatan yosh Hua Guofeng rahbarlik qildi. Bu Mao Zedong tuzilmasining uzluksizlikka kapolatlik qildi. Madaniyat inqilobida dangliq ziyonkashlikka uchirg'ichi Deng Xiaoping partiyaning amaliy rahbarlik xizmatiga mas'ul bo'lib, normal vaziyatni asliga keltirdiganligi va madaniyat inqilobini oxirlashtirdiganligini bildirdi. Qarmoqqa Deng Xiaoping chin niyatidan Mao Zedongning rahbarligiga sodiq bo'ladiganligini jakarladi. U 1976-yili har bir Jungo fuqarosining 4 asosiy prinsip: sotsializm yo'li, proletariat diktaturasi, partiyaning rahbarligi, marksizm, leninizm, Mao Zedong ideyasiga cho'qim hurmat qilishi kerakligini o'ttirg'a qo'ydi. Amaliyotda bir tarafdan uzluksizlikni saqlash kerakligini bildirsa, yana bir tarafdan partiyaning belgilanib bo'lgan yo'lini inchiklik bilan o'zgartirishga boshladi. Bu jarayonda Deng Xiaoping bir qator intayin muhim siyosiy to'salg'ularni yengmas bo'lmadi. Bu to'salg'ular yangi koni davr almashishining to'xtab qolishi, siyosiy va ideologiyadagi an'anaviy ko'zqarashlar hamda partiya ichki sirtidagi haqiqatan mavjud oshkor qarshilashishlarni o'z ichiga oladi. Bu to'salg'ular yangi yo'lni bekitish va ilgari surishda Jungoni hozirgi zamon dunyosiga kirish musofasini texmo murakkablashtiribdi. Qiyirlishish masalasi intayin ig'ir. Jungoning Mao Zedongdan keyingi yuqori darajalik rahbarlarining hammasi qiyirib ketgan. Hua Guofengdan iborat atoqdagi dahi Jungoning odatdagi o'lchamiga asosan aytganda yanada nisbatan yosh hisoblanadi. Ammo yuqori qatlam rahbarlari asosligi Mao Zedongning davrdoshlaridan tarkib topgan. Bu kishilarning ko'p qismi shaxsiy iqtidori va nazariyaviy ko'zqarash jihatdan bo'lsin, Deng Xiaopingga chin ko'nglidan qoyil bo'lishi notayin. Buningdan sirt, koni inqilobdagi ko'p qism kishilar Deng Xiaopingning loyihasini bekitish usulidan gumonga to'ldi hamda Deng Xiaopingning yuqori qatlam kadrlarni yoshlantirishni qattiq xitob qilishidan tabiiyla qattiq bearam bo'ldi. Yuqorqi masalalar yana siyosiy va ideologiya jihatdagi masalalar bilan o'zaro ta'sir qilishdi. Deng Xiaopingning plani paydan-pay o'ttirib qo'yildi. U eng dastlabda o'ttirib qo'ygan 4ni zamonaviylashtirishni amalga oshirish chaqiriqining aniq yetakchi ideyasi yo'q edi. Chunki bu chaqiriq partiyaning rolini aniq o'zgartmagan edi.
һәм proletariat diktaturasini davamlıq yolga qo'yishning zarurligiga aniq gumonini o'tirib qo'ymagan. Әмма texmi mutassib Jungo Kommunistik Partiyasi rahbarlari asosligi g'arbga ichivtishga tayinib zamonaviylashtırishni tezlikda amalga oshirishdan iborat bu nuqtada yanala andishida bo'ldi. Ularning qarshida hatto dastlabki bu planlarmi boshqarish jihatdagi qiyinchiliklarni ko'rinarlik oshirgan bo'lib, partiyaning alayda rolini ojizlashtirdi hamda bu planlar aniqla sotsializm qurilishidagi an'anaviy nazariya asosida tuzilgan emas. Deng Xiaoping dastlabda yo'lga qo'ygani ehtiyotchan islohot tadbiri bo'lsa-mu, kommunistik partiya diktaturasiga qarshi turishga kuch kiritgan bo'lsa-mu, lekin ahvolni texmo murakkablashtirib tashladi. O'quvchilar harakati hozirgi hokimiyatga qat'iy qarshi turadigan alaydilikka ega bo'ldi. Nazariya jihatda buzg'unchilikqa, g'arb demokratizmi xohishiga ega edi. Madaniyat inqilobi mezgildagi o'quvchilar harakati bilan ro'shan selishtirma hosil qildi. Hatto 1978-yili keng ko'lamlik o'quvchilar namoyishida va Beijing Zijingchingga yaqin demokratiya temiga chaplangan Tam gazetida bu xohish ko'rinarlik ifoda qilingan edi. O'quvchilar rahbari Wei Jingsheng demokratiya bo'lmasa zamonaviylashtirish bo'lmaydi degan shuvarni ko'tarib chiqib, namoyishchilarning yurak sadosini markazlik ifodaldi. Lekin Deng Xiaoping hargizmo faqat quruq gap setishni biladigan erkinlik parvar emas. Wei Jingsheng 5-chi zamonaviylashtırishni amalga oshirishga chaqiriq qilishi bilan 15 yillik qamoqqa elinishi bu nuqtani to'liq isbotladi. Siyosatdagi ehtiyotchanlik va ideyadagi qat'iylik Deng Xiaopingning qandaq inkas qaytirdiganligini belgilagan edi. U kelgusidagi o'quvchi demokratik harakatchilarga har qandaq yesdoshlik qiladiganligini hargiz bildirmaydi. Chunki salli ehtiyot qilmasa, partiya rahbarlari hukumat amaldorlarining umid qiladigan islohotga qarshi turishini keltirib chiqaradi. Bu islohotlar nimali bo'lmasin 10 yillik keng ko'lamlik qalaymaqonchilikdan keyingi hokimiyat yurgizayotgan partiyaning normal hukmronligini asliga keltirib, davlatning zamonaviylashtirish qurilishini ilgari suradi. Uning yuqoridan tuvanga qarta islohot musofasini kontrol qilish irodasidagi keskin ifodasi islohotning partiyaning nufuziga tahdid soladigan yangi bir maydon ma'lumotchilikqa o'zgarib ketishidan saqlab qoldi. Deng Xiaopingga nisbatan aytganda, islohot hargizmo o'zi yoki uning partiyasi hokimiyatni qo'sh qo'llab o'tkazib berishdan derak bermaydi. Dal aksicha, Mao Zedongning o'zini basolmaydigan inqilobiy romantikligi bilan o'xshamaydigini Deng Xiaoping muqimliq va o'zliksizlikni saqlashni oldingi shart qilib islohot qilmoqchi bo'ldi. U mushunda qilganda andin Jungoning ijtimoiy iqtisodining gullanishidagi uzun mezgillik planini amalga oshirg'ili bo'ladi deb qardi. Шуңа рәхбәрлек коллективінің яшлышышыға мұқтаж болып қалмай, Дeng Xiaopingның huquq өткізіп беріш тәртібі чоқым системалық болышы керек. Болмаса, Kommunistik partiya yana ilgirki 20 yildikidek davlatga eg'ir buzg'unchilik qiladigan partiyaning rahbarligiga g'oyat zo'r ziyon soladigan ma'lumotchilikqa qaytadan petib qoladi. Әмма huquqni o'tkazib berish xizmatining o'ngishliq bo'lishiga kapolatlik qilish uchun partiyaning bu eng oliy doyisi oldi bilan o'zining huquqini cho'qim kuchaytirib, real mavjud bo'lgan har qanday yo'shurun siyosiy dushmanni tozalab, ilgirlash yo'nalishini bekitib, o'zining varisini belgilashi hamda uning o'rnini mustahkamlashi kerak. 80 yillarning beshidan buyon bu Deng Xiaopingning izchil shug'ullangan asosliq xizmati bo'lib keldi. Deng Xiaoping garchi
ba'zi ig'ir mag'lubiyatlarga uchragan bo'lsa-mu, bu xizmatlarni qilishda qat'iy tavranmadi hamda necha qiyin o'tkaldan bo'sib o'tdi. 1982 yılga qadar o Huagofengning vazifasini o'ngishli bekor qilib, Mao Zedongning markaziy guruhidagi atalmish 4 kishilik guruh radikal qaldiq unsurlarni talto'kis tozladi. 4 kishilik guruhda Mao Zedongning xotini bor bo'lib, barliq a'zolari madaniyat inqilobida kechirishga bo'lmaydigan jinoyat o'tkazganligi uchun uzun muddatlik qamoqqa ilindi. U yana o'zi tanlab bekitgan bir turkum yosh varislarni muvaffaqiyatli o'stirdi. 1982 yılı 9. ayda partiyaning 12. qitimliq qurultayida Deng Xiaoping tanlagan Hu Yaobangni partiyaning kelar qitimliq doyasi, Jiang Zeminni hukumat boshlig'i qilishni dag'dug'iliq ham rasmiy tasdiqladi. Huquq masalasida Deng Xiaoping zo'r bo'sish hosil qildi. Ammo nazariya va plan jihatdagi masalalar yanada mavjud. Keyingi necha yilda keskin ichki munozaralar yanada davomlashib, eng oxiri yangi siyosiy krizisni keltirib chiqardi. Bas munozaralarda Hu Yaobang nisbatan ehtiyotchan cheklik islohotni qo'llaydigan kishidan islohot avangardiga aylandi. 1982 yılı o partiyaning 12. qitimliq qurultaydagi muhim so'zida hech qanday yangi narsani o'ttirib qo'ymagan edi. Lekin hozir o umumyuzlik iqtisodiy islohot qilishni talab qilib qolmay, yana tubki siyosiy islohotni cho'qim iqtisodiy islohot bilan mos qadamda bo'lishidek yangi tashabbusni oldi bilan o'ttirib qo'ydi. Bu texmi zo'r bas munozirlarni qo'zg'adi. Uning qarashicha, iqtisodiy islohot agar faqat iqtisodiy sohasi bilan cheklanib qolsa, orsalda bo'lib olg'a bosolmaydi. Bu ko'z qarash barliq kommunistik partiya davlatlari islohotining muvaffaqiyat qozonish va mag'lub bo'lishidagi oshqush bo'lib qoldi. Hu Yaobang bu qarshini oshkor so'rinlarda sharhlab qolmasdan, yana shaxsan holda aniq muhokama qildi. 1986 yil yozda Hu Yaobang bilan Amerikaning sobiq yuqori darajalik amaldori bir qatim uzun shaxsiy suhbat o'tkazdi. Ondan ziyofat berdi. Ziyofatda ishlatilgani an'anaviy Jungo qo'rimlari emas, balki eng yaxshi Fransiya, ya'ni yangi qo'rimlari va Fransiya uzum harqidi. U kutib olgan amaldor dal bu kitobni yozgan men bo'laman. 5 soatlik suhbatda Hu Yaobang o'zining Jungoning cho'qim siyosiy va iqtisodiy islohot qilishi kerakligi haqidagi ko'z qarashini so'zladi. Uning so'zi nihoyatda tuz bo'lib, hech qanday hujjat va xotirlarni foydalanish qilmadi. U ishlatgan uqum odatda kommunistik partiyaning yuqori darajalik rahbarlarining og'zidan chiqmaydi. U tuzli qilib, hozirgi siyosiy tuzilmani cho'qim isloh qilish kerakligini ko'rsatib o'tdi. Gerçi eng yuqori rahbarlik qatlami bir mezgil vaqt sarf qilib, ondan asosiy hujjatni tuzib chiqib, qaysi zarur islohotlarni qilishni qaror qiladi. Ammo Hu Yaobang qat'iy holda Jungoda yuqori qatlam rahbarlarning boshqurishi bak ko'p bo'lib ketdi. Hozirgi markazning kontrollik mexanizmi bak qatmanlashgan, bak jonsiz. Şuna nurg'un huquqlarni tövanga tushirib berish kerak deb qardi. U to'liqlab partiya va hukumat markazining har qaysi komitetlarda ish oz, odam ko'p hodisasi keng mavjud. Ya'ni necha yuz ming yuqori darajalik amaldor mushundaq mustaqil tarmoqlarda. Masala intayin ig'ir dedi. Qisqacha aytganda, davlat apparatlari bir qatimliq cho'ng o'zgartishga intayin muhtoj. U siyosiy islohotning cho'qim qonunning yordam bilan bo'lishi kerakligini e'tirof qildi. U barliq fuqarolarga mos keladigan, adil va xohlagancha o'zgartkil bo'lmaydigan qonunni tuzib chiqishning muhimligini alohida o'ttirib qo'ydi.
Mundaq qanun bo'lmasa, siyosat tuzish jarayonida ehtimol o'z beshimchilik, xiyoliga kelgunicha ish ko'radigan ahvollar ko'rilib, jamiyat taraqqiyotiga yomon ta'sir ko'rsatishi mumkin. U bu zaruriyatni bayon qilganda partiya bilan hukumatning rolini cho'qim texmi aniq ayirish kerakligini ko'rsatib o'tdi. U yana partiyaning ma'muriy boshqarish xizmatiga ziyoda bevosita qatnashganligini tanqid qildi. Buningdan sırt, u Jungodagi kommunizmsiz partiya guruhlarning siyosiyga qatnashishi doirasini kengaytib, kishilarni siyosiy muzokaralarga oshkor qatnashishga rag'batlantirish kerakligini yana ilgirlab ko'rsatib o'tdi. Jungodagi bu partiya guruhlar Sharqiy Yevropadagi kommunistik partiya kontrolligidagi dehqon va ziyolilarga vakillik qiladigan alohida manfaatdor, ya'ni qarshilashmaydigan siyosiy partiyalarga barobar keladi. Xuyaobangning so'ziga asoslanganda, Jungo Kommunistik partiyasi navbatda bu tashkilotlarni boshqarishi ziyoda ko'p bo'lib ketgan. Hökumət ideologiyasının xarakteri və rolu toğrusida muzokara qilinganda, Xuyabangmo naiti zo'r canlılıqını ifadaladi. O tushundirib, marksizmning yadrosi dunyoni tahlil qilish, dunyoni tunish va dunyoni o'zgartirishning usuli dedi. Kommunizmning an'anaviy ta'limoti hamisha necha dogmatik prinsipning muhimligini ta'kidlaydi. Xuyabang bu ta'limotning mujmal aniqlamasini tushundirganda, marksizmning o'zimi yanada taraqqiy qilmoqda, cho'qim amaliy muvaffaqiyat orqali tekshirib dalillash kerak dedi. U partiyaning buningdan keyin yezilarda yangi partiya a'zolarini taraqqiy qildirganda, o'zining tirishchanligi orqali boshqalarning beyishiga yetakchilik qila oladigan kishilarni qabul qilish kerak deb ko'rsatdi. Xuyabangning bu qarshi uning nazariya jihatdagi amaliyotchi ekanligini to'liq ifodaladi. Uning butkul so'zi lingil taqtaq bo'lib tushunmak tas. Uning barliq tashabbuslarining yadrosi cho'qim tubki siyosiy islohot qilish kerak, hamda bu islohotlar cho'qim partiyaning rahbarlari to'tni zamonaviylashtırishni amalga oshirishga tayyorlangan iqtisodiy islohot bilan mos qadamda bo'lishi kerak. Bu nuqtani u nihoyatda aniq aytdi. So'zlaganda hayajonlanib ketdi. Allaqachon boshlangan iqtisodiy islohot muhim nuqtani keng ko'lamlik huquqni tövanga tushirish bo'lg'achqa, siyosiy islohotmi o'xshashla siyosiy huquqni tövanga tushirishni o'z ichiga oladi. U bu masalalarni bayon qilganda qilch ikkilanmadi, qilch mujmallik qilmadi. Buningdan sirt intayin sezgur ideologiya masalasida u nihoyatda tuz bo'lib, makro jihatdan marksizmni tushundirdi hamda leninizm odatda o'z ichiga oladigan maslaklarni takrorlab ketmadi. Ammo partiyaning roli muzokara qilinganda, Xuyabang siyosiy manfaat va ideologiyaning ta'siriga uchirdi. U barliq kommunistik partiya rahbarlariga o'xshash atrofdagi murakkab haqiqiy ahvolni faqat o'zimla to'g'ri tushundira olmayman deb qaraydi. U cho'qim demokratik markazchilik tuzumida ching turganga o'xshash cho'qim partiyaning rolini davomliq joriy qildirish kerakligini kesib aytdi. Demokratik markazchilik tuzumi Leninning kishilarning qarog'ulachi bo'ysunish uchun o'ttirg'a qo'ygan xato shuar. U aksicha yana islohotning eng cho'ng qiyin masalasi bo'lgan iqtisodiy islohot bilan siyosiy islohotning chegarasini zodi qanday qilib o'z loyiqida ayirish yanala hal bo'lmadi. Jungoning boshqa yuqori darajalik rahbarlari, ya'ni ko'p qismida Xuyabanga o'xshash yangilik yaratish ro'yi yo'q. Favqulodda muhim hamda intayin murakkab bu masalada texmo esankirab qoldi. Shak shubsizki ichki qismda navbatdagi islohotni
qandaq yurgizish to'g'risida bas munozir bo'lganda, shaxslar orasidagi kurash boshdan oxir rol o'ynab keldi. Deng Xiaoping Xuyaobangni o'zining asosliq varisi qilib tanladi. Bu tanlash qaramoqqa partiyaning yuqori qatlam rahbarlarining umumyuzlik qarshi elishiga erishalmagandek qiladi. Rahbarlik qatlamining 1986 yili 12 ayda qayta partilgan keng ko'lamlik o'quvchilar to'lqiniga qaytirgan inkosidan bu nuqtani aniq ko'rib olg'ili bo'ladi. Necha yuz ming odam Jungoning cho'ng shaharlarida namoyish qilib, texmi ko'p erkinlik talab qildi. Demokratik islohotni yo'lga qo'yishga da'vat qildi hamda partiyaning islohot planini monopol qilib olishiga umumyuzlik qarshi turdi. Partiya rahbarlari bu qitimqi e'tiroz bildirish harakatlarini bostirdi. Ko'p qitim e'tiroz bildirish faoliyatlariga partiya rahbari kadrlarining bolalari rahbarlik qilgan edi. Partiyaning mundaq inkos qaytirishini o'ylab beqishga arziydi. Birla vaqtda partiyaning peshqadamlari Deng Xiaopingdan Xuyaobangning vazifasini elib tashlashni shaxsan talab qilishdi. Ular Xuyaobangni yaqinqi ma'lumotchilikqa taqobil turish hamda siyosiy ideyadagi revizionizm xohishiga hech bo'lmaganda qisman mas'ul bo'lish kerak deb aybladi. Xuyaobangning taxtdan tushishi varislik masalasini yana o'ttirg'a chiqardi hamda islohotning umum strategiyasidan iborat bu qiyin masalani orqaga so'rab hal qilmadi. Deng Xiaoping qiyinchiliklar ichidan yana o'zi chiqib kontrol qilish orqali o'zi chekingandan keyingi siyosatdagi o'zliksizlikka kapolatlik qildi. Deng Xiaoping 1987 yilning ko'p qism vaqtini tangpungliqni asliga keltirishga sarf qilib, yangi varisni bekitdi. Islohot planini mukammallashtirdi. Qalduq, qeri, o'qituvchilarni va gumaniy posiyada bo'lib kelayotgan kishilarni talto'kis tozladi. Birinchi ayda Deng Xiaoping besimlarga yo'l qo'ydi. Ehtimal u o'zimi varisning siyosiy islohotga rahbarlik qilishga xumor bo'lib qolganligidan andishiga tushgan bo'lishi mumkin. Xuyaobangning vazifasidan ilib tashlanganligi jakarlandi. Bahor, yoz fasllarida yuqori qatlam rahbarlar uzungacha kengashdi. 1987 yili kuzga kelganda yangi rahbarlik gruppasi rasmiy taxtga chiqishga tayyorlandi. Zhao Ziyang partiya ishlariga mas'ul bo'lishga tangshaldi. Nisbatan yosh partiya rahbari sobiq bosh ministr Zhou Enlay beqivagan va tarbiyalagan bolasi Li Peng yangi hukumatning boshlig'iligiga tayinlandi. Bu ikki kishi aniqla islohotchilar guruhiga vakillik qildi. Ammo partiyaning amaldorlari bu ikkisini bizning manfaatimizga tahdid soladi deb qaramaydi. Ikkisi Deng Xiaopingning ko'z qarashini qo'llaydiganligini bildirishdi. Davlat ichida zamonaviylashtirish cho'qim mas holda sirtqa echivitilishi kerak deb qardi. Ikkisila cho'qim ba'zi inchikka tayyorlangan siyosiy islohotlarni qilib, texmo ulug'vor iqtisodiy islohot planini ilgari surishga moslashish kerakligini e'tirof qildi. Lekin ikkisi Deng Xiaoping bilan o'xshash qarashda bo'lib, davlat ichidagi o'xshamagan siyosiy qarashdagilarning iqtisodiy islohotning taraqqiyotidan halqib ketishiga hargiz ruxsat qilishga bo'lmaydi hamda o'xshamaydigan siyosiy ko'z qarashdagilar cho'qim bostirilishi kerak. Islohotni ondan yuqorining qat'iy rahbarligida yurgizgili bo'ladi deb qardi. 1987 yılı 10 ayının ahırda Beijing'da partiyaning 13. qitimliq qurultayı içildi. Yığında Zhao Ziyang doklad berib, Jungo islohatining umum yo'lini umumyuzlik bayon qildi. U 70 yillarning oxiridan buyon elib borgan har turli islohotlarni xulosalagandan keyin texmi keng islohot kelgusini sizib chiqdi hamda burunqi tirishchanlik va keyingi planlarning
ideologiya jihatdagi muhim ahamiyatini ko'rsatib o'tishga urinib ko'rdi. Bu qitimqi qurultay yangi bir partiya markaziy rahbarlik kollektivini rasmiy saylab chiqdi. Әң yuqori rahbarlarning ko'p qismini Deng Xiaoping tanlagan bo'lib, o'zi uzundan buyon orzu qilgan partiyaning yuqori darajali kadrlarini zo'r darajada yoshlantirishni amalga oshirdi. Xuyabang siyosiy jihatdan demi ichiga tushib ketmadi. Aksincha, siyosiy byuroda davomli turib qoldi hamda butkul qurultay mezgilida qurultay raislari gruppasining a'zosi bo'lish sifati bilan kishilarning diqqatini alayda o'ziga tortdi. Bu ish rahbarlik guruhining barliq kuchi bilan islohot qilish irodasini to'liq isbotladi. Shung bu qitimqi vakillar qurultiyi Mao Zedongdan keyingi Jungo tarixidagi muhim obidadan derak beradi. Buningdan keyingi partiya ichidagi kurashning qiziq nuqtasi Әмді Deng Xiaopingning yadroliq rahbarlik o'rnini tiklamaslik, umumyuzlik islohot qilish kerakmi yo'q degan masala emas, balki islohot strategiyasini qanday qilib texmo ilgari surish masalasi bo'lib qoladi. Darvaqa bu masala ehtimol barg'ansir ig'irlashishi mumkin hamda ma'lum hal qilg'uch paytga borganda muqarrar o'zgarib siyosatdagi texmi cho'ng ixtilofga o'zgarishi bo'libmi yangi varislik huquqi ko'rishi yuz bergan paytda shundoq bo'lishi mumkin. Lekin keyingi kurashlar ehtimol Deng Xiaopingning varisi ulug'vor islohot planini kengaytirish davomida yuz berishi mumkin. Davomi bor.